Mana azizlar, biz yomg'ir yog'ayotgan joyga to'g'ri keldik. Mana yomg'ir juda ham kuchayib ketdi. Mana tog'i yana bir qismiga chiqib kelganimizda ajoyib manzara. Mana qarang. Mana bu yerda o'tirish stol stullari, chiroyli manzara, chiroyli joylari qilib mana bu tomonda mana grill qiladigan joylarigacha qo'yishgan. Bu o'sha tog'i yuqori qismida. Endi yana ham yuqori qismlari bor. Bu yoqqa ham chiqish nasib qilarmikan, Xudo xolasa degandek. Mana yomg'ir yog'yapti. Kutamiz yomg'ir tinishini. Xudo xolasa yomg'ir tinsa yana davom etamiz. Ajoyib. Juda ham chiroyli manzaralar. Go'zal. Bu o'sha tog'i eng yuqori qismidan bir qavat pastda. Mana yuqori qismiga ham mana ozgina joy qoldi. Faqat aylanib chiqishimiz kerak. Mana shu tomondan mana yuramiz. Faqat yomg'ir tinsa. Hozir yomg'ir juda ham qalin tezlashib ketdi.